Bizning yana bir maqsadimiz bor. Biz aynan shu maktab loyihasini boshlaganimizda ustozlarning o'zini mehnati yetarli emas. Bolalarning mehnati ham yetarli emas. Ota-onalar ham mehnat qilish kerak. Ota-onalar ham bolalar bilan birgalikda ta'lim nima, bola bilan qanday ishlash kerak, uyga vazifa qanday qilinadi, maktabning vazifasi nima, ota-onaning ta'limdagi vazifasi nima, shu narsalarni ham bilish kerak. Aynan shuning uchun ham biz mana shu kanal orqali ota-onalarga ma'lumotlar berib bormoqchimiz. Ta'lim haqida, bola bilan qanday ishlash haqida, pedagogika haqida, bola psixologiyasi haqida, namuna bo'la olish haqida, bola bilan to'g'ri munosabatlar qurish haqida, o'qituvchi tanlash haqida, maktab tanlash haqida. Mayli bizning maktabimizda o'qimang, o'qisangiz ham shart emas. Lekin mana shu kanal orqali biz farzandingizga ta'limda ozgina bo'lsa ham yordam berishni niyat qilganmiz. Inshaalloh sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz.